O'rtoqlar, mayda oxirida pishadigan shaftoli navlaridan ko'rsating, chidamli deganlarga mana shu shaftolini ekishlaringizni tavsiya qilamiz. 70-65 kalibr yiriklari. Ko'rib turibsizlar, bu 70 juda yirik shaftoliga. Vazniga keladigan bo'lsak, YouTube'da ko'rsatyapganlar mana vaznini ko'rsating do'stim. 170 gram. 169 gram. 164 gram. Endi qaranglar o'rtoqlar. 4 dona shaftoli 600 gram chiqyapti. 595 gram. Znash 8 tasi 1 kilogram bo'ladi. Bu shaftolining hozirgi kunda narxi eksportda 25 ming so'm bo'lyapti 1 kilosi. Yiriligiga e'tibor berasiz. Afzalliklar to'g'risida aytsak, bu sinovdan o'tgan nav 2017-yildan beri bu shaftolini biz ko'chatini sotib kelamiz. Ko'rib turibsizlar. Juda serhosil, daraxt baquvvat o'sadi, rangi qora qizil tarzda bo'ladi mana. Daraxtida turibdi. Ishamaganlarga shuni uzib turib, vaznini ko'rib ko'raman. Juda yirik. 120, 160 gram. Do'stlar, demoqchi bo'lganim, ko'p navlarga qiziqmasdan mana shu navdan ekinglar. Sababi shaftolimiz mayda boshda rang olgani bilan hozir shu turishda rang olgan. 1 oy mobaynida pishib ketmaydi, qattiq turaveradi. Xolasalaring hozir sotasizlar. Mana xolasalaring 1 oydan keyin oldin shaftoli boq qilardik. Oqilchak, o'zimizni super lola, nektarlar ekanmizda pishib ketishdan qo'rqib kinet kelsa tezda berib yuboramiz. Bu shaftollar shashirmaydi. Xohlaganda sotaverasizlar. Sizlarda 1 oy mobaynida sotishga imkoniyat bor. Uzgandan keyin ham pishib ketyapti, tezlashtiraylik bas. Sekin etap-etap yetilganini uzaverasizlar. Do'stlar, mana shu tusda shaftolini bozorga olib chiqsalaring, ochiqchasi nechta pul sotasizlar mana. Oddiy ichki bozorda bugun oltin hayitda ettasiga olinyapti video. 20 ming, 25 ming, 26 ming sotilganini ko'zim bilan ko'rdim shu shaftolini. O'zimiz ham bog'dan shunaqa narxlarda 20 mingdan optim Rossiyachilarga berilyapti. Ko'chatlardan ko'paytirganmiz. Kimga zarur bo'lsa 90lik 560 50 34 ga telefon qilib shunaqa ko'chatlarni sotib olishlari mumkin. Sog' bo'linglar. Videoga like bosishni unutmanglar. Bizni ko'rayotganlar podpisatkani ham bosib qo'yinglar do'stlar. Bizga obunachi ko'paysa bizga bu YouTube pul to'lamaydi. Xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.